Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensiya yoki nafaqa nega to'xtatiladi? Kimlarning puli vaqtincha ushlab qolinishi mumkin? Kimlar xavotir olmasligi kerak va yangi tartiblar oddiy pensioner hayotiga qanday ta'sir qiladi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Ota-ona, bobo-buvi. Nogironligi bo'lgan yaqinimiz yoki boquvchisini yo'qotgan farzandlar. Eng asosiysi pensiyalar olib qo'yildi degan gapni eshitib vahimaga tushmang. Ko'p hollarda pensiya butunlay bekor qilinmaydi, balki ma'lumotlar tekshirilayotgani, hujjat muddati tugagani, hisob raqamda muammo bo'lgani yoki qonuniy shartlardan biri o'zgargani uchun vaqtincha to'xtatiladi. Lekin e'tiborsizlik qilinsa, pul bir necha oy kelmay qolishi, ortiqcha to'langan summa qaytarib undirilishi yoki pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ogohlantiruvchi ma'lumotni oldindan bilgan odam pulidan ayrilmaydi. Avvallari ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar asosida yurardi. Pensioner biror ma'lumotni o'zi olib borardi. Mahalla, tibbiy komissiya, ish joyi yoki bankdan qog'oz ko'rinishida ma'lumotnoma so'ralardi. Tizimlar bir-biri bilan hozirgidek tez gaplashmasdi. Masalan, odam vafot etgan bo'lsa ham ayrim holatlarda uning nomiga tushgan pensiya bir muddat yechib olgan holatlar bo'lgan yoki nogironlik muddati tugagan bo'lsa, hujjat yangilanmagani darrov bilinmagan. Yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan, farzand o'qishni tashlagan, lekin bu ma'lumot kechikib kelgan. Hozir esa davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuv kuchaymoqda. Pensiya jamg'armasi, banklar, FHDYO, soliq, bandlik, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, ta'lim muassasalari va boshqa tashkilotlar ma'lumotlari solishtiriladi. Bu nimani anglatadi? Endi pensiya tayinlangandan keyin ham holat kuzatiladi. Ya'ni pensioner tirikmi? Nogironlik muddati amaldami? Boquvchisini yo'qotgan farzand o'qiyaptimi? Bank kartasi egasiga tegishlimi? Ortiqcha to'lov bo'lmadimi? Hujjatlarda ziddiyat yo'qmi? Bular tekshiriladi. Oddiy qilib aytsam, eski davrda ko'p narsa pensionerning o'zi xabar berishiga bog'liq edi. Hozir esa tizim o'zi ham ko'radi. Bu yaxshi tomoni, haqiqatan muhtoj odamning puli adolatli to'lanadi, firibgarlik kamayadi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Hujjatida kichik xato bo'lgan, bank kartasi yangilanmagan, pasport ma'lumotlari mos tushmagan, nogironlik komissiyasidan vaqtida o'tmagan odamning pensiyasi ham avtomatik to'xtab qolishi mumkin. Demak, endi o'zi kelaveradi deb beparvo bo'lish xavfli. Birinchi navbatda hujjatlari muddati bilan bog'liq pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, yoshga doir pensiya odatda muddatsiz tayinlanadi. Lekin nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi ko'p hollarda tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasiga bog'liq bo'ladi. Agar xulosada muddat 2026 yil 1 martgacha deb ko'rsatilgan bo'lsa, shu sanadan keyin qayta ko'rikdan o'tmasangiz, to'lov to'xtashi mumkin. Bu davlat sizni pensiyadan mahrum qildi degani emas, balki asos bo'lgan hujjat muddati tugadi degani. Masalan, ikki guruh nogironligi bo'lgan Hasan aka oyiga 1 million 200 ming so'm to'lov oladi. Uning nogironlik xulosasi 1 aprelgacha amal qiladi. U meni hamma taniydi. Kasalligim bor-ku deb qayta ko'rikka bormaydi. May oyida karta ochilsa pul tushmagan. Sababi oddiy. Tizimda amaldagi xulosa yo'q. Hasan aka keyin yugurib hujjat to'playdi. Shifokorlarga boradi, komissiyadan o'tadi. Agar nogironlik uzluksiz tasdiqlansa, ayrim holatlarda o'tgan davr uchun ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin baribir asab, vaqt va xarajat ketadi. Shuning uchun muddat tugashidan oldin harakat qilish kerak. Ikkinchi xavfli toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasini oladiganlar. Bu yerda yosh va o'qish holati muhim. Masalan, ota vafot etgan, farzand 17 yoshda bo'lsa, to'lov keladi. Lekin farzand 12 yoshga to'lgandan keyin agar kunduzgi ta'limda o'qimasa, to'lov to'xtashi mumkin. Agar o'qiyotgan bo'lsa, ta'lim muassasasidan ma'lumot kerak bo'ladi. Elektron tizimda ma'lumot chiqmasa, pensiya vaqtincha ushlanadi. Real misol, Dilnoza ismli qiz otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. 15 yoshga kirdi va kollejga yoki universitetga kirdi, lekin hujjatlarini vaqtida pensiya jamg'armasiga yetkazmadi. Ta'lim muassasasidagi elektron ma'lumot ham tizimga kech tushdi. Natijada 2 oy pul kelmay qoldi. U borib ariza yozdi, o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma berdi. Shundan keyin to'lov tiklandi. Mana shu vaziyatda vahima emas. Hujjat va ariza kerak. Uchinchi xavfli toifa chet elga uzoq muddatga ketgan yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumoti o'zgargan pensionerlar.
pensioner chet elga chiqishi bilan pensiyasi avtomatik bekor bo'ladi deb tushunish noto'g'ri. Lekin ayrim to'lovlarda yashash joyi, shaxsning tirikligi, hisob raqamdan kim foydalanayotgani kabi masalalar muhim. Agar odam uzoq vaqt mamlakatda bo'lmasa, bank kartasini boshqa birov ishlatsa, tizimda shubhali holat paydo bo'lsa, tekshiruv bo'lishi mumkin. Ayniqsa ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa yoki karta egasi bilan amalda pul yechayotgan shaxs bo'yicha savollar tug'ilsa, to'lov ushlanishi ehtimoli bor. 4-toifa. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilangan, lekin bank va pensiya tizimida eski ma'lumot qolganlar. Ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHR, yashash manzili, bank hisobi noto'g'ri bo'lsa, to'lov qaytib ketishi mumkin. Ko'pincha pensioner pensiyamni olib qo'yishdi deydi. Aslida pul budjetdan chiqmagan emas. Bank hisobiga tushirishda texnik muammo bo'lgan bo'ladi. 5-toifa ortiqcha to'lov olganlar. Agar tizim keyinroq aniqlasa, odamga qonunda belgilanganidan ko'proq to'langan yoki imtiyozli to'lov uchun asos yo'qolgan yoki hujjat noto'g'ri bo'lgan, unda ortiqcha summa qaytarilishi masalasi chiqadi. Bu eng og'ir holatlardan biri. Chunki odam pulni sarflab yuborgan bo'ladi. Keyin esa falon oylar uchun ortiqcha to'langan, qaytarasiz degan talab keladi. Ba'zan to'liq qaytarish so'raladi, ba'zan keyingi pensiyadan ma'lum qismi ushlab qolinadi. Shuning uchun har qanday o'zgarishni yashirmaslik kerak. Yoshga doir pensiya olayotgan hujjatlar joyida bank kartasi faol, pasport ma'lumotlari to'g'ri, yashash joyi bo'yicha muammosi yo'q, vafot, nogironlik muddati yoki o'qish kabi shartlarga bog'liq bo'lmagan oddiy pensionerlar odatda vahima qilmasligi kerak. Masalan, 65 yoshli otaxon pensiyasini olmoqda, ID kartasi amalda, bank kartasi ishlayapti. Hech qanday qo'shimcha shartli nafaqa olmayapti. Bunday odamning pensiyasi hammaniki olib qo'yilyapti degan mish-mish bilan to'xtab qolmaydi. Yana bir muhim narsa ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ko'pchilik ishga kirsam pensiyamni kesib tashlashadi deb qo'rqadi. Yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlashi mumkin bo'lgan holatlar bor va pensiya masalasi amaldagi tartibga qarab belgilanadi. Lekin bu yerda aralashtirmaslik kerak. Yoshga doir pensiya boshqa, kam ta'minlanganlikka bog'liq nafaqa boshqa, parvarish puli boshqa, boquvchisini yo'qotganlik yoki nogironlikka bog'liq to'lov boshqa. Agar to'lov aynan daromad, mehnatga layoqat, o'qish yoki parvarish shartiga bog'langan bo'lsa, ishga kirish yoki daromad paydo bo'lishi ta'sir qilishi mumkin. Masalan, 13 yoshli Karim aka yoshga doir pensiya oladi va qorovul bo'lib ishlaydi. Uning holati alohida. Lekin 20 yoshli talaba boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsa, u kunduzgi o'qishni tashlab ishga kirsa, to'lov asoslari o'zgarishi mumkin. Yoki kam ta'minlangan oilaga beriladigan nafaqa olayotgan xonadonda daromad keskin oshsa, keyingi tekshiruvda nafaqa qayta ko'riladi. Demak, har bir to'lovning o'z sharti bor. Men buni shunday tushuntiraman. Davlat pensiya va nafaqani haqiqiy egasiga yetkazmoqchi. Agar odam qonuniy asosda pensiya olayotgan bo'lsa, uning huquqi himoya qilinishi kerak. Lekin vafot etgan odam nomidan karta ishlatilsa, nogironlik muddati tugagan bo'lsa, o'qimayotgan farzand o'qiyapman deb to'lov olsa, bu boshqa fuqarolarning haqiga ham ta'sir qiladi. Chunki ijtimoiy mablag' maqsadli bo'lishi kerak. Biroq tizim kuchaygan sari oddiy odamdan ham mas'uliyat talab qilinadi. Endi bilmasdim degan gap hamma vaziyatda yordam bermaydi. Masalan, pensioner yashash joyini o'zgartirdi, lekin hech qayerga xabar bermadi. Bank kartasi muddati tugadi, lekin yangilamadi. Nogironlik qayta ko'rigiga chaqirildi, bormadi. Keyin pul kelmay qoldi. Bunda aybni faqat idoraga ag'darish to'g'ri emas. O'zimiz ham hujjatimizni nazorat qilishimiz kerak. Birinchi misol, bank kartasi muddati tugagan. Robiya opa har oy 1 million 100 ming so'm pensiya olardi. Bank kartasining amal qilish muddati tugagan, lekin u e'tibor bermagan. Pensiya hisoblangan, lekin karta faol bo'lmagani uchun pul tushmagan yoki yechib bo'lmagan. Robiya opa pensiyamni kesishdi deb o'ylaydi. Aslida yechim oddiy. Bankka borib kartani yangilash, kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga yangi hisob raqamni bildirish. Bu holatda pensiya huquqi yo'qolmaydi, texnik muammo hal qilinadi. Ikkinchi misol, nogironlik muddati tugagan. Bahodir aka 3 guruh nogironligi bo'yicha to'lov oladi. Unga qayta ko'rik sanasi belgilangan. U vaqtida bo'lmaydi. To'lov to'xtaydi. Keyin komissiyadan o'tganda nogironlik yana tasdiqlansa, to'lov tiklanadi. Lekin agar komissiya mehnat qobiliyati tiklangan, nogironlik guruhi bekor desa, to'lov davom etmaydi. Bu yerda omadi kelmadi deyiladigan joy shuki, sog'liq holati yaxshilangan deb topilgan odam nogironlik to'lovidan chiqishi mumkin. Lekin agar
qarordan norozi bo'lsa, belgilangan tartibda yuqori komissiyaga shikoyat qilish huquqi bor. 3-misol. Boquvchisini yo'qotgan farzand o'qishni to'xtatgan. Sardor 19 yoshda otasi vafot etgandan keyin pensiya olgan. U universitetning kunduzgi bo'limida o'qirdi, keyin o'qishini tashladi, lekin bu haqda xabar bermadi. To'lov yana 3 oy tushdi. Keyin tizim ma'lumotni aniqladi. Natijada to'lov to'xtaydi va ortiqcha to'langan 3 oy pulni qaytarish masalasi chiqadi. Agar har oy 800 ming so'mdan olgan bo'lsa, 2 million 400 ming so'm ortiqcha to'lov deb hisoblanishi mumkin. Shuning uchun o'qishni tashlash, akademik ta'til, sirtqi bo'limga o'tish kabi holatlarda darhol aniqlashtirish kerak. 4-misol, vafot etgan pensioner kartasidan pul yechish. Bu eng xavfli holat. Ota vafot etganidan keyin uning kartasiga yana pensiya tushib qolsa, oila a'zolari baribir otamizniki edi deb yechib olsa, bu noto'g'ri. Vafot sanasidan keyingi to'lovlar qonuniy tekshiriladi. Ba'zi holatlarda dafn puli, olinmay qolgan pensiya, meros tartibi kabi alohida masalalar bor. Lekin vafot etgan shaxs nomidan kartani ishlatib, kelgan pulni yechish keyinchalik katta muammo keltiradi. To'g'ri yo'l FSHDyo orqali vafot qayd etilgach, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish, olinmay qolgan qonuniy summa bo'lsa, uni belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 5-misol, familiya o'zgargan. Nafisa opa turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan yoki ID kartasini yangilagan. Bankda eski familiya, pensiya tizimida yangi familiya qolgan. Ma'lumotlar mos kelmagani uchun to'lovda kechikish bo'ladi. Bunday holatda ham muammo katta emas, lekin hujjatlar moslashtirilmasa, har oy azob bo'ladi. Birinchi nozik jihat pensiya to'xtatilishi va pensiya bekor qilinishi bir xil emas. To'xtatilishi vaqtincha bo'lishi mumkin. Hujjat keltirasiz, ma'lumot yangilanadi, to'lov tiklanadi. Bekor qilinishi esa asos yo'qolganini bildiradi. Masalan, nogironlik guruhi bekor bo'lsa yoki boquvchisini yo'qotgan farzand shartlariga javob bermasa, to'lov davom etmasligi mumkin. Shuning uchun idoradan yozma yoki elektron izoh so'rang. To'lov qaysi sababga ko'ra to'xtatildi? Ikkinchi nozik jihat, telefon orqali aytilgan gap yetarli emas. Sizga kimdir pensiyangiz kesilgan desa, darhol qo'rqmang. Rasmiy sababni biling. Pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Maytavta.uz yoki tegishli xizmatlar orqali tekshiring. Bankdan hisob holatini oling. Ba'zan pul hisoblangan bo'ladi, lekin bankda ushlanib qolgan bo'ladi. Ba'zan bank bizda yo'q deydi. Pensiya jamg'armasi esa jo'natilgan deydi. Bunday vaziyatda hisob raqam, karta, tranzaksiya sanasi bo'yicha aniq ma'lumot kerak. 3-nozik jihat, ishonchnoma bilan pensiya olishda muddatni tekshiring. Ko'p keksalar o'zlari bankka bora olmaydi. Farzandiga ishonchnoma beradi. Ishonchnoma muddati tugasa, bank pul bermaydi. Yoki pensionerning holatini tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma qachon tugashini alohida yozib qo'ying. 1 oy oldin yangilang. Ayniqsa yotoqda yotgan, uzoq qishloqda yashaydigan keksalar uchun bu juda muhim. 4-nozik jihat. Mahallada hamma biladi. Qonuniy hujjat o'rnini bosmaydi. Ha, qo'shnilar biladi, rais biladi, shifokor biladi, lekin tizim hujjatga qaraydi. Nogironlik bo'yicha xulosa o'qish bo'yicha ma'lumotnoma, bank hisob raqami, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, meros yoki vasiylik hujjati bo'lmasa, gap bilan to'lov tiklanmaydi. 5-nozik jihat, ortiqcha to'lov masalasida vaqtni cho'zish zarar. Agar sizga ortiqcha to'lov bor deyishsa, darhol hisob kitobni so'rang. Qaysi oylar, qancha summa, qaysi asosga ko'ra? Siz rozi bo'lmasangiz yozma e'tiroz bering. Chunki ba'zan ma'lumot noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Masalan, talaba o'qishni tashlamagan. Faqat ta'lim muassasasi ma'lumotni kech yuborgan yoki nogironlik qayta tasdiqlangan, lekin tizimga kech kiritilgan. Bunday holatda odam o'z huquqini himoya qilishi kerak. Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan to'lov turini aniqlang. Bu yoshga doir pensiyami? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami? Parvarish pulimi yoki kam ta'minlangan oilaga beriladigan yordammi? Har birining sharti boshqa. Men pensiya olaman deb umumiy aytish yetarli emas. Hujjatda to'lov nomi qanday yozilganini ko'ring. Ikkinchi qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Men har bir pensioner oilasiga alohida papka tutishni maslahat beraman. U yerda ID karta yoki pasport nusxasi, JSSHR ma'lumoti, pensiya tayinlanganligi bo'yicha hujjatlar, bank hisob raqami, nogironlik xulosasi bo'lsa uning nusxasi, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa vafot guvohnomasi va qarindoshlik hujjatlari, o'qish ma'lumotnomasi, ishonchnoma bo'lsa uning nusxasi turishi kerak. Hujjatning muddati borlarini qizil ruchka bilan belgilab qo'ying.
Uchinchi qadam. Bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? SMS xabarnoma ulanganmi? Hisob raqam o'zgarmaganmi? Karta yo'qolgan bo'lsa, darhol blok qildiring va yangisini oling. Agar pensiya eski kartaga tushayotgan bo'lsa, yangi karta ochish bilan ish tugamaydi. Ayrim holatda yangi hisob ma'lumotini tegishli idoraga yetkazish kerak bo'ladi. 4-qadam, nogironlik muddati bor bo'lsa, oxirgi kunni kutmang. Tibbiy hujjatlarni oldindan yig'ing. Shifokor ko'riklari, tahlillar, davolanish tarixlari, epikrizlar, ambulator karta ma'lumotlari. Komissiyaga bir hafta qolganda emas, kamida bir oy oldin tayyorlaning. Agar sog'liq holatingiz og'ir bo'lsa, oilangizdan kimdir bu ishni nazorat qilsin. 5-qadam, talaba farzandlar bo'yicha har o'quv yilida ma'lumotni yangilang. O'quvchisini yo'qotganlik to'lovida o'qish holati muhim bo'lsa, universitet yoki kollejdan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumot oling. Elektron tizimga tushganiga ishonch hosil qiling. Akademik ta'til, kursdan kursga o'tish, o'qishdan chetlatilish, sirtqi bo'limga o'tish kabi holatlarda darhol pensiya jamg'armasidan maslahat oling. 6-qadam, agar pensiya kelmay qolsa, birinchi kuni vahima qilmang, lekin bir oy kutib ham yurmang. Avval bank ilovasidan yoki bankdan hisobni tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga boring yoki ishonch telefoni, elektron xizmatlar orqali murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing: men falon turdagi pensiya olaman. Oxirgi to'lov falon sanada tushgan. Falon oydan beri tushmayapti. Sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va to'lovni tiklash tartibini ko'rsatishingizni so'rayman. Shunda sizning murojaatingiz umumiy shikoyat emas, huquqiy talabga o'xshaydi. 7-qadam, hamma narsani yozma qiling. Og'zaki aytilgan gapni isbotlash qiyin. Ariza topshirsangiz, kirim raqamini oling. Elektron murojaat yuborsangiz, raqamini saqlang. Bankdan ma'lumot olsangiz, sanasi bilan saqlang. Agar keyin nizoli vaziyat bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. 8-qadam, vafot etgan yaqinlaringiz bo'yicha kartadan pul yechishga shoshilmang. Avval rasmiy tartibni so'rang. Olinmay qolgan pensiya kimga va qanday beriladi? Dafn puli masalasi qanday hal qilinadi? Merosxo'rlar nima qilishi kerak? Bularni aniqlang. Kartada pul turibdi. Yechib olaylik degan qaror keyin ortiqcha to'lov va huquqiy muammo keltirishi mumkin. 9-qadam, agar qarordan norozi bo'lsangiz, shikoyat qiling. Pensiya to'xtatilganiga rozi bo'lmasangiz, avval tuman bo'limidan yozma javob oling. Keyin yuqori turuvchi tashkilotga, zarur bo'lsa sudga murojaat qilish mumkin. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza qaroridan norozi bo'lsangiz, qayta ko'rib chiqish tartibi bor. Muhimi, muddatlarni o'tkazib yubormang va dalillarni to'plang. Pensiya bir oy kelmadi, endi butunlay ketdimi? Yo'q. Bunday xulosa qilishga shoshilmang. Sabab bank kartasi, hisob raqam, hujjat muddati, elektron ma'lumot kechikishi yoki tekshiruv bo'lishi mumkin. Rasmiy sababni biling. Ishlasam pensiyam kesiladimi? To'lov turiga qarash kerak. Yoshga doir pensiya, nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik, kam ta'minlanganlik nafaqasi, bularning shartlari har xil. Ishga kirishdan oldin aynan o'zingiz olayotgan to'lov bo'yicha maslahat oling. Chet elga ketsam pensiyam yo'qoladimi? Har bir holatda muddat. Yashash maqomi, hisob raqam, ishonchnoma, shaxsni tasdiqlash kabi masalalar bor. Ketishdan oldin pensiya jamg'armasidan rasmiy tartibni aniqlang. Uzoqda bo'lib, keyin bilmasdim demaslik kerak. Ortiqcha to'lov chiqsa, nima qilaman? Avval hisob kitobni so'rang. Qaysi oy, qancha summa, nima sababdan? Agar rozi bo'lsangiz, qaytarish tartibini kelishasiz. Agar rozi bo'lmasangiz, dalillar bilan e'tiroz bildirasiz. Azizlar, bugungi eng muhim xulosa shuki, pensiya yoki nafaqa to'xtab qolsa, darhol o'lib qo'yishdi deb vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Hozir elektron tekshiruvlar kuchaygan. Hujjatlar, bank ma'lumotlari, nogironlik muddati, o'qish holati, yashash va shaxsiy ma'lumotlar mos bo'lishi shart. Kimning hujjati joyida bo'lsa qo'rqmaydi. Kim muddatni o'tkazib yuborsa, noto'g'ri ma'lumot bersa yoki o'zgarishni yashirsa, o'sha odam muammoga duch keladi. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq pensioner ota-onangizning kartasini, hujjatlarini, nogironlik muddati bo'lsa, sanasini, o'quvchisini yo'qotgan farzand bo'lsa, o'qish ma'lumotini tekshiring. 1 soatlik tekshiruv ba'zan bir necha oylik pensiyani saqlab qoladi. Sizning oilangizda pensiya kechikkan yoki to'xtatilgan holat bo'lganmi? Sababi nima bo'lgan? Izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bu ma'lumotni vaqtida bilgan pensioner o'z haqqini himoya qila oladi.